Mana bugün yangi xonadonga kelgan panjaralarni avzolarni o'tamiz. Boshlovchi gaz. Azizlar, mana bu panjaramizning ketilgan mahsulotlari ketob qismiga to'rtcha bo'lib qattiqdan qoplanadigan bo'lgan. Shuning uchun to'rga kelib profillardan qo'yilgan. O'rta qismiga avval qismini panjaramiz qismiga oladigan diğer profillardan rollerlar to'liq soplanib qo'yilgan. Kraskalari nevatik kraskalar, mokri. Davom etamiz. Panjaramiz qo'yilgan, tomonlar mokri panjaramiz. Tepa qismiga ichi tepasiga kadrlarni qo'yilgan, nevatik bunga qo'yiladigan mahsulotlarimiz tepa qismiga 3 kg profillardan 5 ga 3 profillardan 4 ga 2 kg profillardan ishlangan. O'rtalariga, tag qismlariga, qo'l qismlariga 14 kilolardan ko'pkali qilib ishlangan. Eng tepa qismiga buni kalyonli oynalab qo'yiladi, bog'lanadi. Bundan chiroyli ishlarni kuratib olib, kanalni qo'yib boramiz.